Daraxtdan tush maymunlar pista yeysanlar. Sendan boshqa hech kim yemaydi shuni. Onam uxlaganingku. Qayerdan bilib turibdilar-da? Qani ichadi buni? Ana shunda ko'tarib bitgan hech narsa qilmaydi. Zo'r foydali. Men har kun ichaman shuni. Ha, sen ichayotgan ekansan-da har kun, ha? Aka, men ham o'ynay. Jim o'tirib o'ynamaysan sen. Sen kirib o'yna o'zing. Hozir kim o'ynadi kopdi? Men o'ynadim. Buyoqqa go'shingni yeyman. Hali direkt kim buzdi? Biz bilmaymiz. Nima bilmaysan, to'g'risini ayt, bilasan-a, keyin nima bo'lishini. Bo'lmasa ona imkon olib qo'yaylik bitta. Imkon? Imkon savdo markazida konditsioner, muzlatgich va sovutgichlarning barcha modellarini zavod narxida xarid qilish mumkin. Zavod narxida? Yetkazib berish 150 ming so'm, o'rnatib berish 400 ming so'm, lekin bularning barchasi imkonda tekin. Yo'q-e? Ha, Mana shu muzlatgich oldin 4 million 4 ming so'm bo'lsa, hozir aksiyada 3 million 403 ming so'm. Nahotki? oldin 12 oyga 467 ming bo'lsa, hozir oyiga 397 ming. Gap yo'q. Birinchi marta kaltaksiz qutuldilaring lekin. Ona endi shashlik olib bering. Morojniy ham. Senlarga men og'zimni irshaytirmaysiz. Razi taltaysan, tushundimga.